Hech e'tibor berganmisiz? Nimanidir aynan ko'p vaqt davomida o'ylab yurganingizda va qaysidir mavzu, qaysidir xayol sizni uzoq vaqt davomida qiynab kelganida aynan ichingizda bosim paydo bo'ladi va nimagadir aynan o'sha voqeaga yaqin vaqtda qaysidir boshqa salbiy voqea yuz beradi. Nimagadir odamlar sizni g'ashingizga tegishni boshlaydi. Nimagadir yiqilib tushasiz yoki qo'lingizni urib olasiz yoki kesib olasiz yoki yana boshqa qandaydir halokat yuz beradi hayotingizda yoki kim bilan urushib qolasiz. Bu bejizga emas. Bilasizmi bu nimaga? Aynan shu yo'l orqali, aynan shu voqealar, yoqimsiz voqealar orqali hayot aynan sizni ichingizda yig'ilgan his-tuyg'ularni chiqarib yuborishga yordam berayotgan bo'ladi. Bu aynan sizni jahlingizni chiqarish yoki siz qanchalik baxtsiz ekanligingizni yanada kuchliroq his qilishingiz uchun emas, balki sizni yengillatish, sizni ichingizda yig'ib yurgan yukni chiqarib yuborish, o'shandan xalos qilish uchun bizga yordam tariqasida shu voqealar yuz beradi.